O Dünya. Abduri Doktor Muhammad Al-Arifi. Tərcümə qılğıcı Muhammad Barat. Nəşr qılğıcı Saciyə İslam Tədqiqat Mərkəzi. Müharriri Doktor Abdul Aziz Rahmetullah A9. Korrektori Abduli Abliz Muhammad Barat. Layihəligücü A Aqhun. Həşr qilish. Həşr kəlimisi özü qısqa, lekin ma'nisi cho'nqur so'z bo'lib, Qur'on va sunnatda ko'p takrorlangan. Undaqda həşr degan nima? İnsanlar qandaq həşr qilinadi? Qayerga həşr qilinadi? Mahshar qayerda? İnsanlar mahsharda qandaq turlarda bo'ladi? Həşrning ma'nisi chechilib ketgan narsalarni yig'ish va uni bir o'ringa to'plash deganlik bo'ladi. Qiyomat kunidagi hashr bo'lsa, maxluqotlarning orasini ayirish va hisob olish uchun ularni bir maydonga yig'ish deganlik bo'ladi. Alloh qiyomat kunini, ya'ni yig'ish kuni, Yawmul Jam' deb atagan. Chunki Alloh qiyomat kuni bandalarning hammasini yig'idi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: "Oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir." Hud surasi 103-oyat. Allah ilgirkilarning va keyingilarning hammasini yig'idi. Bu vaqtda aytqanki, ilgirkilar va keyingilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Voqea surasi 49-50-oyatlar. Ular Allohdan qochib qutulolmaydi. Bandalar qaysi o'rinda o'lib ketgan bo'lishidan qat'iy nazar, Alloh ularni havo bo'shliqidan, dengizning qorong'uliklaridan, zaminning cho'nqur qatlamlaridan va qushlar, hayvonotlar va baliqlarning qo'rsaqlaridan olib kelib mahsharga to'playdi. Allohga nisbatan buning hammasi o'xshashdir. Bu vaqtda har ummatning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga aldiranglar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Alloh hammanglarni hisob uchun yig'idi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir degan. Baqara surasi 148-oyat. Alloh ularning hammasini biladi. Ulardan hech bir kishini unutib qolmaydi. Bu vaqtda osmonlarda va zaminda Allohga banda bo'lib bo'ysunmaydigan hech maxluq yo'qdir. Shay shubhisizki, Alloh ularni to'liq egalladi va sonini mukammal bildi. Qiyomat kuni ularning hammasi Allohning dargohiga tanho keladi degan. Maryam surasi 93-oyatdan 95-oyatlargacha. Shundoq, Alloh butun maxluqotlarning sonini to'liq bilguchidir. Ularning erkak tishlari, cho'ng kichiklari hammasining sonini to'liq bilguchidir va yana ularning amallari, nafaslari va so'zlarini to'liq bilguchidir. Ularning hammasi ol Allohning qahri va hukmronligi ostidadir. Hamma maxluqot Allohning huzuriga keladi. Allah ularga o'zi xohlagancha hukm qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo o kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tub-tuz ko'rsan. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mahsharga yig'amiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz degan. Kahf surasi 47-oyat. Demak, qiyomat qoyim bo'lganda Alloh ularning hammasini bir o'ringa mahsharga yig'adi. Hashrning dalillari. Hashrning dalillari Allohning kitobida bir qancha o'rinda kelgan. Alayloq, ularni, ya'ni insonlarni mahsharga yig'amiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz. Kahf surasi 47-oyat. Aytqinki, ilgirkilar va keyingilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomatda to'planadi. Voqea surasi 49-50-oyatlar. Sur chalindi, ularni hisob uchun yig'amiz. Kahf surasi 99-oyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allah ilgari keyingi barliq ummatlarni shundoq bir tuzlanlikka yig'idiki, ularga qaragan odam hammaylarni ko'ralaydi. Chaqirsa hammaylarga anglatoladi degan. Mahsharning sufati. Maxluqotlar qiyomat kuni ap-oq pokiz bir zamonga hashr qilindi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam qiyomat kuni kishilar bir tal oq to'qash nondak qizg'uch oq bir zaman ustiga hashr qilindi degan. Mahsharning o'rni. Mahshar Shamda bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qo'li bilan Shamga ishorat qilib turib deganki, mana bu yerga qiyomat kuni ulag'liq, piyoda va yuzinglarcha so'ralgan holda hashr qilinasizlar. Qiyomat kuni sizlarning og'zinglar evroqning og'zi etilgandek etiladi. Sizlar Alloh yaratgan 70 ummatning oxirgisi bo'ldinglar. Sizlar Alloh taologa 70 ummatning eng yaxshisi va eng hurmatliroqidirsizlar. Haqiqatan sizlarning eng avval so'z qiladigan yeri uning yutisidir. Ya'ni ularning yutular so'zlab bo'lgan qadar o'zlari gap qilishdan man'i qilindi. Hashr kunining miqdori.
Hashr kunida maxluqotlar orasida hukm chiqariladi. Haqiqatlar oshkora bo'ladi va bandalar orasidagi husumatlar ayriladi. U bak uzun kun bo'lib, miqdori 50 ming yildir. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Farishtalar va ruh, ya'ni Jibril Allohga shundoq bir kunda o'rlaydiki, uning uzunligi 50 ming yil keladi. Ma'arij surasi 4-oyat. U kunda Alloh aman qilgan va rahim qilgan insonlardan boshqa hamma insonlar qo'rqinch ichida bo'ladi. U kun bak uzun bo'lganlik uchun insonlar dunyoda yashagan zamonini unutib qoladi. Dunyodagi vaqt bu kunning uzunligiga nisbatan hech narsa emasdir. Bu kunning uzunligi va qo'rqinchligiga nisbatan insonlar dunyo hayotini qisqa sanab, dunyoda faqat kunduzi ozgina vaqtla turibdimiz deb o'ylab qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, qiyomat kuni Alloh ularni hisob olish uchun yig'idi. Ularga dunyoda turgan muddati kunduzi ozgina vaqt turganda qisqa bilindi. Ular o'zaro tunishidi. O'zlarining Allohga muloqot bo'lishini, ya'ni o'lgandan keyin tirildirishni inkor qilganlar cho'qim ziyon tortadi. Ular to'g'ri yo'l topmadi. Yunus surasi 45-oyat. Qiyomat qoyim bo'lgan kunda mushriklar dunyoda faqat ozgina vaqt turganligiga qasam qiladi. Rum surasi 55-oyat. İnsanlar bu o'rinda turdi. Bir kishi bir kishiga burilib qarmaydi. Balki har bir odam o'zining najotligini o'ylaydi. U kundagi qo'rqinchdan qutulish uchun har bir odam qarindoshidan, dadasidan, ayolidan, bolalaridan, o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlaridan va yer yuzidagi hamma insonlardan qochadi. Lekin hech kim uni qutuldira olmaydi. Bu nima degan qo'rqinchli kun? Do'st do'stni, Habib Habibini unutib qoladi. Ana imtiyotgan balasini hamildor qo'rsqidagi hamilini unutib qoladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Qiyomatning quloqni gaz qilgudek qattiq ovozi kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. U kunda kishi o'zining qarindoshidan, onasidan, otasidan, xotinidan va bolalaridan qochadi. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. Abasa surasi 33-oyatdan 37-oyatlargacha. Her adam öz hali bilan bo'lib qoladiganlik uchun do'st do'stidan ko'rib turib hal so'ramaydi. Gunohkor odam o'z o'rniga o'g'illarini, ayolini, qarindashini va o'zi mansub bo'lgan qavm qarindoshlarini va yer yuzidagi jimi odamni berib bo'lsa-mu, bu kundagi azobdan qutulishni arzu qiladi. Ma'arij surasi 11-oyatdan 14-oyatlargacha. Gunohkor banda balasi, onasi va barliq o'g'illarini fidya qilib bo'lsa-mu, u kundagi qo'rqinchdan qutulib qolishni arzu qiladi. Ularning halok bo'lib ketishi bilan kari bo'lmaydi. U bak tas kundir. Alloh taolo bu kun haqida: shubhasizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Inson surasi 10-oyat. Hashrning turlari. Boshda aytilgandek, hashrning ma'nosi yig'moq va to'plamoq deganlikdir. Maxluqotlar qiyomat bo'lganda ikki turlik bo'ladi. Birinchi turdagilar bo'lsa, burun o'lib ketgan va qabrlarda yetayotganlar. Yana bir turdagilar bo'lsa, qiyomat bo'lgan chaqda hayot yashayotganlar bo'lib, ular birinchi sur po'langanda o'lib ketadi. Ma'lumki, qiyomat nachar insonlarning ustiga bo'ladi. Alloh qiyomat bo'lishdan ilgari mu'minlarning jonlarini qabz qildigan yaxshi shamolni avatadi. Uningdan keyin zaminning ustida qolib qolgan hayot insonlar hashr qilinadi. Qur'on va sunnatda maxluqotlarni qanday hashr qilish va yig'ishning tafsiloti kelgan bo'lib, Alloh taolo insonlarning biljirlashlari va gumonlar uchun hech bir bo'shliq qo'ymagan. Hashr qilish ikki turlik bo'ladi. Birinchi tur hayotlarni hashr qilish. Bu hayot maxluqotlarni hashr qilish bo'lib, ular zaminning hamma taraflaridan Shamdagi mahshariga yig'iladi. Ularni haydaydigan va yig'adigan narsa Adan shahrining yer ostidan chiqadigan o'tdir. Nabi sallallohu alayhi va sallam shak shubhasizki 10 alomat bo'lmoqcha qiyomat bo'lmaydi degan. Ya'ni qiyomat bo'lishdan ilgari qiyomatning alomatlaridan cho'ng 10 alomatni ko'rsalar. Nabi sallallohu alayhi va sallam bu alomatlarni sanab kelib, yana biri Yamandagi Adanning qa'ridan, ya'ni tegidan chiqadigan bir o't bo'lib, u insonlarni mahshariga haydaydi. Bu o't ular qo'nsa qo'nidi, tushlik aram olsa tushlik aram oladi degan. Yana qiyomatning dastlabki alomati bo'lsa, butun xaloyiqni kun chiqishdan kun patishga surib to'playdigan bir o'tdir degan. Yana haqiqatan sizlar qiyomat kuni piyoda, uloqliq va yuzonlarcha so'ralgan holda bu yerga hashr qilinsizlar degan va qo'li bilan Sham tarafga ishorat qilgan. Bu hadislardan shuni tushunamizki, bu o't insonlarni zaminning hamma taraflaridan Shamdagi bir o'ringa haydaydi. Andan birinchi sur chilindi va ular o'ladi. İnsanlardan eng oxir hashr qilindigani.
İnsanlarga o't yuzlanib, ularni haydab manganda, ular odati bo'yicha turmush ishlari bilan mashg'ul bo'layotgan bo'ladi. O't ularga tuyuqsizlik keladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam eng oxirida hashr qilinadigan kishi to'g'riliq munda xabar berdi. Eng oxiri Madinada o'lib mahsharda to'planganlar Muzayna qabilasidan ikki padachi bo'lib, ular qo'ylarini kuch deginicha Madinaga kelib, u yerni odamzatsiz ko'rdi. Ular Saniyatul Vadoga kelganda dum tushib o'ldi. Bu hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam shu narsani ochiqlab berdiki, bu ikki qo'ychi qo'ylarni beqib yurib, qo'ylarga var qaraydi. Bu chaqda qo'ylar ilgirki ko'nik, yuvosh holatidan keyin bo'ysunmaydigan yirtqich holatda bo'lib qoladi. Bu ikkisi Shamga mengib Madinadan o'tadi. Saniyatul Vadoga kelganda yiqilib jon o'zidi. Mana bu hashrning birinchi turi bo'lib, bu hayot kishilarni hashr qilishdir. Ammo qabrlardagi o'liklarga kelsak, ular uchun boshqa bir xil hashr bor. Ikkinchi tur o'liklarni hashr qilish. Bu birinchi sur chelinib, ma'lum zaman o'tgandan keyin bo'ladi. Bu ma'lum zaman 40 tur. Uningdan keyin Alloh arishning ostidan yomg'ir yog'diradi. Shu yomg'ir bilan zaminning hamma joylarida qabrlardagi o'liklarning tallari unib chiqadi. Ularning tallari to'liq unib bo'lganda ikkinchi sur chelindi va o'liklar qabrlardan chiqadi va birinchi sur po'langanda o'lib ketganlar bilan uchrashish uchun mahsharga haydaladi. Maxluqotlarni hashr qilishning sifati. Maxluqotlar insonlar, hayvonlar, qushlar, baliqlar, cho'nglar, kichiklar, musulmonlar va kofirlardan iborat har turlik bo'ladi. Ularning hammasi bo'lishida shak yo'q shu kun uchun hisob berish uchun hashr qilindi va to'planadi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, oxirat azobidan qo'rqadigan odam bu qissadan albatta ibrat oladi. Ana shu kun butun xaloyiq hisob berish uchun yig'iladigan kundir. Ana shu kun hamma hozir bo'ladigan kundir. Hud surasi 103-oyat. Aytqanki, ilgirkilar va keyinkilar ma'lum kunning muayyan vaqtida, ya'ni qiyomat to'planadi. Voqea surasi 49-50-oyatlar. Alloh bak ulug'dir. Hech narsa o'z zotdan qochib qutulolmaydi. Bandalar qanday holatda o'lib ketgan bo'lsin, Alloh ularni mahsharga elib kelishga qodirdir. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, har ummatning yuz keltiradigan tarafi, ya'ni qiblasi bor. Ey mu'minlar, yaxshi amallarni qilishga aldiringlar. Qayerda bo'lmanglar, qiyomat kuni Alloh hammanglarni hisob uchun yig'idi. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. Baqara surasi 148-oyat. Alloh bizga hashrning turlarini sifatlab bergan bo'lib, ularning jumlasidan birinchi butun maxluqotlarni hashr qilish. Bu vaqtda Alloh taolo o kunda, ya'ni qiyomat kunida biz tog'larni yo'q qilamiz. Zaminni ochiq, tub-tuz ko'rasan. Ya'ni uni to'sib turadigan tog', daraxt, binolar bo'lmaydi. Ularni, ya'ni insonlarni mahsharga yig'amiz. Ulardan bir kishini qoldirib qo'ymaymiz, degan. Kahf surasi 47-oyat. Ikkinchi, hayvonotlarni va yirtqichlarni hashr qilish. Alloh taolo bu vaqtda yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda, degan. Takvir surasi 5-oyat. Uchinchi, gunohkorlarni hashr qilish. Gunohlari kufr darajasiga borsin yoki bormasin, ular har turli gunohlarni o'tkazgan osiylar bo'lib, ular hashr qilinishda intayin qiyin ahvolga duchor bo'ladi. Ular qiyomat maydonidan qo'rqib ketganlik uchun ko'zlari ko'kirib ketgan holatda hashr qilinadi. Alloh taolo bu vaqtda bu sur chelinadigan kundir. Bu kunda shakli o'zgargan, ko'k ko'zlik, qora yuzlik gunohkorlarni yig'imiz, degan. Taha surasi 102-oyat. 4. Zalimlarni va ularga o'xshashlarni hashr qilish. Zinoxorlar bilan, jazonixorlar bilan hashr qilindi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, Alloh farishtalarga aytadi: zulm qilguvchilarni, ularning mushriklikdagi kufrdagi qayoshlarini va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarni mahsharga to'planglar. Andan ularni do'zaxning yo'liga boshlanglar. Saffat surasi 22 va 23-oyatlar. Hayvonlarmi hashr qilinamdi? Shundaq, qiyomat kuni boshqa maxluqotlar hashr qilingandek, hayvonlarmi hashr qilindi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, mayli yer yuzida mangdigan hayvon bo'lsin, mayli ikki qanoti bilan uchadigan uchar qush bo'lsin, hammasi sizlarga o'xshash ummatlardir. Ya'ni Alloh tarafidan yaratilgan maxluqlardir. Lahu mahfuzda hech narsani tushirib qo'ymadik. Ya'ni hammani to'liq bitdiq. Keyin ular Parvardigorning dargohiga yig'iladi. Alloh ularning orasida hukm chiqaradi. An'am surasi 38-oyat. Yovvoyi hayvonlar to'plangan chaqda. Takvir surasi 5-oyat. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jandarlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir.
Allah agar xohlasa, ularni jam qilishga qodirdir. Shura surasi 29-oyat. Hayvonlarni hashr qilish va qiyomat maydoniga yig'ish bo'lsa, ularga odamlarga o'xshash jazo mukofot berish va jannatga yoki do'zaxga kirgizish uchun emasdir. Ammo minguzlik qo'ydan minguzsiz qo'yga qisos elib berish mahsharda yuz beradi. Andan ularga to'bi bo'lib ketinglar deyiladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni haqlar cho'qim o'z egillariga qaytarilmay qolmaydi. Hattoki minguzlik qo'ydan minguzsiz qo'yning haqqi elib beriladi degan. Eng cho'ng qo'rqinch qaysi? U bandalarga qabrlardan tirilib chiqqanda ularga yetadigan dahshatli ahvoldir. Ammo solihlar boshqalar qo'rqib ketganda qo'rqib ketmaydi. Chunki ular qiyomat kuni uchun tayyorlik qilgan va Allohga uchrashishni yaxshi ko'rganlardir. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Shubhasizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Alloh ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Ularning sabr taqatlari uchun Alloh ularni jannat bilan va u yerdagi yipak liboslar bilan mukofotlaydi. Inson surasi 10-oyatdan 12-oyatlargacha. Nabiy sallallohu alayhi vasallam deganki, Allah dediki, mening izzatim bilan qasamki, bandam uchun ikki amillikni va ikki qo'rqinishni jamlamayman. Agar u dunyoda mendan amin bo'lgan bo'lsa, bandalarimni yiqqan qiyomat kunda uni qo'rqitaman. Agar u dunyoda mendan qo'rqqan bo'lsa, bandalarimni yiqqan kunda uni amin qilaman. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning mahshardagi bayrog'i. Allah Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni mahsharda hurmatlaganlik uchun anbiyalarning hammasi qiyomat kuni Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bayrog'i ostida bo'ladi. U Muhammad sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni barliq anbiyalarning imomi, xatibi va shafaatchisidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni bo'lganda men anbiyalarning yo'lboshchisi, xatibi va shafaatchisi bo'laman. Buningda faxrlanish yo'q degan. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning qo'lida hamda bayrog'i bor bo'lib, hamma anbiyalar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning bayrog'ining ostida bo'ladi. Payg'ambarimiz deganki, "Men qiyomat kuni odam bolalarining sardoriman. Buningda faxrlanish yo'q. Men qiyomat kuni chiqishim uchun zamin yerladigan tunji kishidirman. Faxrlanish yo'q. Men tunji shafaatchi va shafaat qabul qilinuvchidirman. Faxrlanish yo'q." Mahshardagi insonlarning holi. Hashr kuni buyuk, uzun va qiyin kun bo'lib, u kunda insonlar har turli bo'ladi. Lekin ularning hammasi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam buni xutbasida sifatlagandek bo'ladi. Haqiqatan sizlar qiyomat kuni Allohning dargohiga yalong oyoq, yalang'och, xatni qilinmagan holda to'plang'uchisizlar. Maxluqotlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsak, shu holatida asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Anbiya surasi 104-oyat. Zidlik bormi? Shu narsa aniqki, inson vafot bo'lgan chaqdagi kiyimi bilan tirildiriladi. Xuddi Abu Said al-Xudri radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda kelgandagidek, u o'lim sakratiga tushgan chaqda yangi kiyimlarni akeltirib kiydi. Andan men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning haqiqatan meyit vafot bo'lgan chaqdagi kiyimi bilan tirildiriladi deganligini anglagan edim dedi. Oldingi hadisda bandalar yalang'och holatda tirildiriladi deb keldi. Undaqda bu ikki hadisni qanday moslashtiramiz? İnsanlar yalang'och holatda tirildiriladi. Andan Allah oxiratda ularga kiyim kiygizganda tunji kiyimi vafot bo'lgan chaqdagi kiyimi bo'ladi. Yana bir qarashda hadisda ko'zda tutilganlar shuhada bo'lib, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularni vafot bo'lgan chaqdagi kiyimlari bilan dafn qilishga buyurgan. Ular boshqalardan farqlanishi uchun shu kiyimlar bilan tirildiriladi deyilgan. Yana bir qarashda Abu Saidning qilgani uning hadisni tushunishdagi ijtihodidir. Alloh taolo Muddassir surasining 4-oyatdagi kiyimingni pak tut deb aytgandek, hadisdagi kiyimlardan maqsad qilingan narsa yaxshi amallardir. Ya'ni amalingni paklagan deganlik deyilgan. Demak, odam vafot bo'lgan chaqdagi amali bo'yicha tirildiriladi. Amali yaxshi bo'lsa, qiyomat kunidagi holi yaxshi, amali yomon bo'lsa, qiyomat kunidagi holi yomon bo'ladi. Bu nuqtani Nabiy sallallohu alayhi vasallamning mono so'zi kuchlantirdi. Har bir banda qanday holatda o'lgan bo'lsa, shu holatida tirildiriladi. Shuning uchun sakratdagi kishilarga dunyodan ketilgan chaqdagi oxirgi so'zi bo'lishi va qiyomat kuni bu kalima bilan tirildirilishi uchun la ilaha illalloh, Allohdan boshqa haqiqiy iloh yo'q degan kalima-i shahodatni talqin qilish, agishib talaffuz qilish uchun oldida o'qish va og'ziga silib berish mustahab bo'ladi. İnsanlar yalang'och hashr qilinsa bir-biriga qaramdi. Aisha radhiyallohu anha Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan
Haqiqatan sizlar qiyomat kuni Allohning dargohiga yalang oyoq, yalang'och, xatna qilinmagan holda to'plang'uchisizlar degan hadisini anglagan chaqda, "Ya Rasululloh, erlar bilan ayollar bir-birlariga qarashamdi?" deb so'rganida, u zot u yerdagi dahshatning qattiqligidan ularning ko'ngliga bu ishlar kelib qolmaydi degan. Ya'ni insonlardagi qattiq qo'rqinch ularni boshqalarga qaratmaydi. Har kim o'z ahvoli bilan bo'lib ketadi. İnsanlarning qattiq cho'chib ketadiganligi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam insonlarning ahvolini mundoq sifatlagan. Qiyomat kuni quyosh insonlarga 1 mil miqdorcha yaqinlashtiriladi. Insonlar qilgan amallariga qarab tarlaydi. Ba'zilar o'shqig'icha, ba'zilar tizig'icha, ba'zilar beligicha, yana ba'zilar og'zig'icha tarlaydi. Yana qiyomat kuni kishilar tarlab ketib, ularning tarlari zaminning ostiga 70 gaz cho'nqurlikda singadi. Ularning eg'izlaridan eshib quloqlarigacha chiqadi degan. Yana ularning ba'zilari o'zining tariga quloqlarining yarmig'icha cho'kib ketadi degan. Yana qiyomat kuni bo'lganda quyosh bandalarga 1 yoki 2 mil miqdorcha yaqinlashtiriladi. Quyosh ularni eritib o'tadi degan. Ashu kunda mu'minlarning holi. Mahshar kuni qattiq qo'rqinch va iztiroblar bo'lib, insonlar bir-biridan ado-judo bo'lib ketadigan bo'lsa-mu, mu'minlar uchun boshqacha ahvol bo'ladi. Hurmatli farishtalar ularni qarshi olib, ularning qo'rqinchisini yo'q qiladi va xotirjam qiladi. Bu vaqtda Alloh taolo aytganki, cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga solmaydi. Farishtalar Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb, ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. Anbiya surasi 103-oyat. Shundaq. Bundoq bo'lishi dunyodagi chaqda ularning qalblari Parvardigordan qo'rqish va ulug'lash bilan to'shib ketganligi uchun, shundaqla Parvardigorning oldida turadigan bu kunga tayyorlik qilganlik uchundir. Alloh taolo ular haqida yana aytganki, shubhasizki biz Parvardigorimiz tarafidan maydonga keltirilgan ig'ir, qattiq kundan qo'rqamiz. Inson surasi 10-oyat. Ular Parvardigorning azobidan qo'rquvchilardir. Shubhasizki, ularning Parvardigorining azobi Alloh amin qilgandan boshqa hech bir odam uchun amin bo'lg'ili bo'lmaydigan narsadir. Ma'arij surasi 27-28-oyatlar. Allah ularni shu kunning sharridan saqlaydi. Ularning yuzlariga nur, dillariga xushallik ato qiladi. Inson surasi 11-oyat. Nabiy sallallohu alayhi va sallam deganki, Allah dediki, mening izzatim bilan qasamki, bandam uchun 2 aminlikni va 2 qo'rqinchni jamlamayman. Agar u dunyoda mendan amin bo'lgan bo'lsa, bandalarimni yiqqan qiyomat kunda uni qo'rqitaman. Agar u dunyoda mendan qo'rqqan bo'lsa, bandalarimni yiqqan kunda uni amin qilaman. Kafirlarni hashr qilishning shakli. Qiyomat kuni har bir inson o'z amliga qarata hashr qilinadigan bo'lib, bu hashr mu'minlarga oson, kafirlarga qiyin qilindi. Balki kafirlarga qattiq g'azab qilinadiganligi, qalblarining qattiq izdirob chekadiganligi, badallarining titrab ketadiganligi va ko'p tar iqib ketadiganligi uchun ularning bir qismi nihoyat xor holatda hashr qilinadi. Kafirlarning yana bir qismi dum yatqizilib hashr qilindi. Bu vaqtda Alloh taolo aytadi: Qiyomat kuni ularni dum yatqizib so'ralgan ko'r, gacha, gaz holda yig'amiz. Ularning joyi jahannam bo'ladi. Jahannamning o'ti pastlab qolsa, ularga o'tni taxmi yalqonjatimiz. Isra surasi 97-oyat. Anas radhiyallohu anhu so'zlab berdiki, bir odam: "Ey Allohning payg'ambari, qiyomat kuni kafir yuzi dum holatda to'pilnamdi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Dunyoda uni 2 putid mangdirgan zot qiyomat kuni yuzi bilan mangdirishga qodir emasmi?" dedi. Ular yana chanqigan holatda hashr qilindi. Alloh taolo bu vaqtda gunohkorlarni ular chanqigan holda jahannamga haydaymiz degan. Maryam surasi 86-oyat. Shafaat to'g'riliq kelgan uzun bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam Allohning g'ayriga ibodat qilgan va sherik keltirgan kafirlar to'g'riliq dediki, ularga nima talabinglar bor deyiladi. Ular Rabbimiz chanqab ketdik, suv bersang deyishidi. Shuning bilan ularga ishorat qilinib, suv ichkili bormamsizlar deyilib, bir-birini pachaqlab kuyayotgan go'yo saraqqa o'xshash do'zaxga to'planadi. Andin birimi qolmay arqa-arqadan do'zaxga to'kiladi. Qiyomat kuni tunji bo'lib kiyim kiydiriladigan odam. Tunji bo'lib kiyim kiydiriladigan odam Ibrohim alayhissalomdir. Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Haqiqatan sizlar qiyomat kuni yalang oyoq, yalang'och, xatna qilinmagan holda to'plang'uchisizlar" dedi. Andin buni oyatni o'qidi. Eng dastlabki maxluqni yaratganimizdakla uni qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Biz cho'qim ishqa oshirg'uchilarimiz. Anbiya surasi 104-oyat. Andin dedi: Qiyomat kuni xaloyiq ichida birinchi bo'lib kiyim kiydiriladigan Ibrohim bo'ladi. Alloh mu'minlarga kiyim kiydirdi.
Allah ularni hurmatlab, boshqa insonlarga o'xshash yalang'och qilishdan saqlaydi. Ularga hurmat kiyimlari kiydiriladi va ularga yaxshi amallariga qarata minadigan narsalar tayyorlanadi. Bu narsalar ularning har birini o'zining amin va izzat sharaflik maqomlariga yetkazib qo'yadi. Qiyomat kuni eng avval chaqiriladigan kishi. Qiyomat kuni eng avval chaqiriladigan kishi otamiz Odam alayhisalomdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam deganki, qiyomat kuni eng dastlab qilib chaqiriladigan kishi Odam bo'ladi. Ondan uning avlodlari ko'rinib, ularga bu otanglar Odam bo'ladi deyiladi. Odam, xo'sh, taatingga tayyorman deydi. Alloh taolo Odamga avlodlaringdan do'zaxga avatildiganlarni chiqargan deb buyurdi. Odam, ey Rabbim, qanchalik chiqarman deydi. Alloh har 100dan 99 ni chiqargan deb buyurdi. Ashoblar, ya Rasululloh, agar bizdan har 100dan 99 ilinsa, bizdan nima qoladi deb so'ragan edi Rasululloh. Haqiqatan mening ummatim kishilarning orasida qora o'kuzdagi bir tal oq tukdak oz bo'ladi dedi. Mahshardagi ig'irchilikni yeniklatadigan amallar. Qiyomat kundagi ashu qiyinchiliklarning ichida insonlar o'zlaridan shu qo'rqinch va qiyinchilikni yeniklatadigan amallarga muhtoj bo'ladi. Bu yerda jannatga kirish uchun manfaat qiladigan va tarozini ig'irlatadigan bir muncha amallar bor. Shundaqla bu amallar mahshardagi qo'rqinch va ig'irchilikni yengillatishga manfaat qiladi. Mu'minlarning amallari har turli bo'ladi. Bu amallarning ba'zilari bandiga Allohning oldida turishni osonlashtirib berdi. Bu amal qiluvchi mu'minlar turli bo'ladi. Ularning qatoridan uzunligi, qiyinligi, issiqligi va qo'rqinchisi bilan dahshatli bo'lgan va insonlar qattiq tarlab ketadigan ashu kunda Alloh o'z soyasida soyitadigan insonlar bor. Alloh solih qavmlarni ayirib, ularni arshining ostida soyitadi. Ular ko'p va turli insonlar bo'lib, hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam deganki, Allohning soyasidan boshqa soya yo'q qiyomat kuni. Alloh 7 turli kishini arshi ostida soyitadi. Ular adil podshoh, Allohning ibodatida o'sgan yigit, Asiyada hamisha masjidga bog'langan kishi, bir-birini Alloh uchun yaxshi ko'rib, bir yerga kelgan va ayrilishgan ikki kishi, esil va go'zal bir ayol o'ziga chaqirsa, Allohdan qo'rqaman deb uni rad qilgan kishi, o'ng qo'li bergan sadiqani so'l qo'li bilmagudek darajada maxfiy bergan kishi va pinhon joyda Allohni yod etib yosh to'kkan kishi. Ularning qatoridan yana birinchi Allohning roziligini deb do'st bo'lishganlar. Ya'ni go'zallik uchun yoki mansab uchun yoki dunyoning manfaati uchun emas, balki Allohning roziligi uchun bir-birini yaxshi ko'rib do'st bo'lishganlar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam deganki, haqiqatan Alloh qiyomat kuni mening ulug'liqim bilan do'stlashganlar qayerda? Mening soyamdan boshqa hech qanday soya bo'lmagan bugungi kunda ularni o'z soyamda soyidataman deydi. Ikkinchi, qo'l ilgida yo'q kishiga muhlat bergan yoki kechirayotgan savdogar. Kambag'al kishiga rahim qilish va uni tanqislikda qo'ymaslik fazilatlik amallardan bo'lib, qo'l ilgida yo'q, qiyinchilikda qolgan kishi yetarli iqtisod topib olguncha uningdan qarzini so'ylamaslik yoki qarzning bir qismini kechirim qilib o'tish buning jumlasidandir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki qiyinchilikda qolgan qarzlarga muhlat bersa yoki uni kechirim qilib olsa, Alloh uni qiyomat kuni saodatida degan. Yana kimki qarzlardan yengillasa yoki uni kechirim qilib olsa, qiyomat kuni arishning soyasida bo'ladi degan. 3. Qiyinchilikda qolgan odamga osonchilik yaratib beradigan odam. Bumi oldidagi mazmunga o'xshash bo'lib, bu kambag'allarga qarz berib turadigan boy savdogardir. Bu savdogarmi qarzdorlarni tanqislikda qo'ymaydi, balki ularga muloyimlik bilan muomala qiladi va qarzning bir qismini kechirim qilib o'tadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kunidagi insonlarning holini zikr qilib dediki, Allohning huzuriga Alloh pul mal bergan bir banda keltirildi. Alloh uningga dunyoda nima ish qilding dedi. U banda, ey Rabbim, sen menga melingdan berding. Men kishilar bilan savdo-satiq qilishatdim, boylarga osonlik tug'dirib, qiyinchiligi bor kishilarga qarzning qaytarish muhlatini surib beratdim dedi. Alloh, men bunday qilishga seningdanmi haqliqroq. Bu bandamni kechiringlar dedi. Yana bir hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam dediki, bir odam faqatli yaxshilik qilib boqmagan ekan, ammo kishilarga qarz berib turdi ekan va qarzni so'ylaydigan odamiga qo'lida barlardan olgan, qiyinchilikda qolganlardan olmagan, balki kechivatgan. Allohmi bizning gunohlarimizdan o'tib ketar deydi ekan. U o'lib ketgandan keyin Alloh uningga sen biror yaxshi ish qilib boqdingmi debdi. U yo'q, lekin mening bir xizmatkorim bor edi. Men kishilarga qarz berib turatdim. U xizmatkorimni qarz yiqilib avatganda uningga qo'lida barlardan olgan,
qiyinchilikda qolganlardan olmagan, balki kechivatgan. Allohmi bizning gunohlarimizdan o'tib ketar deydim debdi. Shuning bilan Alloh menmi seni kechirvatdim debdi. 4. Qarindishining hojatini ravo qiladigan odam. Alloh insonlarni boyliq va kambag'allik, kuch-quvvat va ojizlik, bilim-ma'rifat va uningdan boshqa nurg'un jihatlarda farqli qildi. Alloh bir kishini ma'lum bir ne'mat bilan ortiq qilgan bo'lsa, Allohning uni qiyomat kuni arishining ostida saodatish uchun bu kishiga shu ne'matdan mahrum bo'lgan qarindishiga yordam qilishi loyiq bo'lar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dediki, kimki bir mo'mindan dunyo qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni ko'tarib olsa, Alloh uningdan qiyomat kunining qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni ko'tarib etadi. Kimki qiyinchilikqa uchrag'uvchining qiyinchiligini osonlashtirib bersa, Alloh uningga dunyo va oxiratda osonlik beradi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, Allohmi dunyo va oxiratda uning aybini yapadi. Kimki o'z qarindoshiga yar yo'lak bo'ladi ekan, Allohmi uningga yar yo'lak bo'ladi. 5. Adil bo'lg'uchilar. Adillik ulug' kishilarning sifati va hukmronlarning axloqi bo'lib, kimki buniga amal qilsa, foyda uning suhbatdishi, muvaffaqiyat ulfatdishi bo'ladi. U kishining dunyoda qalbi orom topadi, oxiratda martabasi ustun bo'ladi va dushmanlari oz bo'ladi, do'stlari ko'p bo'ladi. Ammo zulm qilish bo'lsa iblisning sifatidir va ulug'liq poklikning dushmanidir. Zulm zolimni halokatga ilib boradi. Allohning odilligini yaxshi ko'radiganligining jumlasidan qiyomat kuni adil bo'lg'uvchilarni boshqalardan alohida farqli qiladiganligidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam haqiqatan adillik qilganlar qiyomat kuni Allohning dargohida Rahman taoloning o'ng tarafida nurdan bo'lgan munbarlarda o'ltiradi. Rahman taoloning ikkala qo'li o'ngdir. Ular insonlarga qilgan hukmlarida oilasidagi va ilgidagi ishlarda adil bo'lgan kishilardir degan. Ya'ni bu insonlar kishilar orasidagi ta'talashlarda hukm qilib qolsa, adil hukm qiladi. Ayoli va bolalarga zulm qilmaydi. O'z ilgidagi ishlarda adil bo'ladi. Ya'ni ularning birarsi podshoh bo'lsa, yoki davlat raisi bo'lsa, yoki shirkat mudiri yoki maktab mudiri bo'lsa, adil, haqqoniy bo'ladi. Demak, ular adil bo'lsa, Alloh ularni qiyomat kuni nurdan bo'lgan munbarlarning ustida o'ltirg'izib, martabasini ustun qiladi. 6. Achchiqni yutquchilar. G'azablanish oqibati xatarlik bo'lgan nachar sifatdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam g'azablanishning oqibatini bilganlik uchun ashablardan bir kishiga g'azablanmagan deb takror aytib nasihat qilgan. G'azablanish qanchalagan yaqin do'stlarni bir-biridan ayiribdi. Qanchalagan insonlarni hayotidan ayirdi va dushmanliklarni paydo qildi. Haqiqiy batur, aqlli kishi g'azablangan chaqda o'zini tutib olib, nafsini kontrol qila olgan kishidir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam chelishqanda ko'p yiqitgan novchi emas, haqiqiy novchi degan achchiq kelganda o'zini besib olgan kishidir degan. Achchiqni yutadigan va g'azablanganda o'zini tutib oladiganlarni Alloh qiyomat kuni mukofotlaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki qarish tarafga kuch yetib turib achchiqni yutsa, Alloh azza va jalla qiyomat kuni u odamni xaloyiqlarning oldida chaqirib, shahlo ko'zlik hur parilardan xoliganini tanlash ixtiyorligini berdi degan. 7. Muazzinlar. Namozga chaqirish qurbat va ibodatdir. Agar insonlar azan aytishning fazilatini bilgan bo'lsa, albatta bu fazilatni talashib chek tashlashgan bo'ladi. Muazzin o'zining yuqori ovozi bilan tavhid kalimasini yangrtadigan tursa, qandaqsiga fazilatlik bo'lmasin? Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni bo'yinlari eng uzun kishilar muazzinlardir degan. Bo'yinning uzunligi muazzinlarning azan aytishdan iborat bu yaxshi amaliga munosib keladigan go'zallikdir. Chunki ular ovozlari bilan tavhidni e'lon qiladigan va namozga chaqiradigan azan kalimalarini kishilarga yetkazadi. Muazzinga qiyomat kuni har bir ho'l va quruq narsa dunyoda aytgan azan ovozining tili bilan guvohlik beradi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu Abdurrahman ibn Sa'saga qarasam, sen qo'ylarni, sahrani yaxshi ko'rdi ekansan. Agar qo'ylaring bilan sahroda bo'lib qolsang, namozga azan aytganingda ovozini yuqori ko'tarib azan aytqin. Chunki azan aytquchining ovozini anglagan jin, inson va har qanday narsa qiyomat kuni uninga guvohlik berdi degan. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu men buni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglagan dedi. 8. Islomda ching turib yashanganlar. Islomning ustida mustahkam turish va islomning ustida vafot bo'lish cho'ng baxtdir. Bu vaqtda Alloh taolo: "Ey mu'minlar, Allohga loyiq ravishda taqvodorlik qilinglar. Faqat musulmonlik holatinglar bilan vafot bo'linglar." Al-Imron surasi 102-oyat degan.
alloh taolo yoshda cho'ng odamni hurmatlashga, uning qariligiga ehtirom qilishga va u odamga qimmatini his qildirishga buyurdi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qaysi bir yashangan kishini yoshda cho'ng bo'lganlik uchun hurmatlaydi ekan, o'zi qirg'anda alloh uni hurmatlaydigan bir kishini muyassar qiladi degan. Yana yashangan musulmonni Qur'onni chekdan oshirib o'tmay, tashlabmi qo'ymay o'zlashtirgan odamni va adil hukmronni hurmatlash Allohni ulug'lashning jumlasidandir degan. Yana kichiklarimizga mehr shafqat qilmagan va cho'nglarimizning hurmatini qilmaganlar bizdan emas. Yashangan musulmonni Alloh taolo qiyomat kuni hurmatlaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam kimki islomiyatda checha oqargan bo'lsa, shu oq sochlari uning uchun qiyomat kuni nur bo'ladi degan. 9. Tahorat olg'uvchilar. Tahorat bo'lsa namoz, Qur'on o'qish, tavob qilish va boshqa bir qancha turli ibodatlarning ochquchidir. Tahoratni faqat mu'min kishilar muhofazat qiladi. Tahorat islom ummatining shuaridir. Tahorat olg'uvchilar Parvardigorining oldida turgan vaqtda tahoratining ta'sirini topadi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomat kunidagi insonlar to'g'riliq so'zlab o'tib, mening ummatim qiyomat kuni tahoratning ta'siridan chiroylari, put-qo'llari nuroni bo'lgan holda chaqiriladi degan. Yana Mü'minning jannatdagi zibu-zinnati tahorat olgan chog'dagi suv yetgan joygacha yetadi degan. Bu hadisda ko'zda tutilgani nur bo'lib, bu qiyomat kuni mu'minga nur bo'lib, uni boshqa insonlardan ayirib turadigan jannat bo'ladi. Qiyomat kuni insonlar bir-biri bilan giralishib va ummatlar bir-biri bilan aralashib, qattiq davolg'ish bo'lgan chog'da Nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatining ichidagi tahorat va namoz ahlini ularga xos bo'lgan sifat bilan tunaydi. U bo'lsa-mu peshonasi va putlaridagi nurdir. Nabiy sallallohu alayhi vasallam dediki, "Men qiyomat kuni sajda qilishga ruxsat qilinadigan tunji kishiman va beshini ko'tarishga ruxsat qilinadigan tunji kishiman. Beshimni ko'targandan keyin oldimga qarab, boshqa ummatlar orasidan ummatimni tunayman. Orqa tarafimdanmi shundoq bo'ladi. O'ng tarafimdanmi shundoq bo'ladi. So'l tarafimdanmi shundoq bo'ladi. Ya'ni hamma tarafdan ummatimni tunayman." Bir kishi: "Ey Rasululloh, sizlar Nuh alayhissalomdan tartib sizning ummatlargacha bo'lgan ummatlar orasidan ummatlarni qandoq to'naydilar degan edi. O zot tahoratning asaridan ularning peshonalari va put-qo'llari nuroniy holatda bo'ladi. Ulardan boshqa hech kim undoq emasdir dedi. 10. Qur'on ahli. Qur'on uni o'qigan odam uchun dunyoda izzat, oxiratda nijotlik elib keladi. Kecha-kunduz vaqtni Qur'on o'qish va Qur'onni tafakkur qilish bilan o'tkazgan odam qiyomat kuni Qur'onga ahamiyat bermagan odam bilan barobar bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam sura Baqara bilan sura Al-Imronni o'qigan odamni madhiyalagan. Bu ikki sura uni o'qigan odamni hashr kuni azobdan qutuldirdi. U zot dediki, Qur'on o'qinglar, chunki u o'qigan kishilarga qiyomat kuni shafoatchi bo'lib keladi. Baqara bilan Al-Imrondan iborat nurliq ikki surani o'qinglar, chunki bu ikki sura qiyomat kuni xuddi ikki parcha bulutdek yoki soyivandek va yoki qanotlarini ochib ikki qur bo'lib tizilgan qushlardek o'qigan egillarini oqlaydi. Baqarani o'qinglar, chunki uni o'qish barakat, tashlab qo'yish hasratdir. Uningga sehrgarlarning kuchi yetmaydi. Yana dediki, qiyomat kuni Qur'on kelib, "Ey Rabbim, uni Qur'on o'quvchini zinnatligin" deydi. Shuning bilan uningga izzat toji kiydiriladi. Andan Qur'on, "Ey Rabbim, uningga ziyoda qilgin" deydi. Shuning bilan u kishiga bir qur izzat to'ni kiydiriladi. Andan Qur'on, "Ey Rabbim, uningdan rozi bo'lgin" deydi. Shuning bilan Alloh uningdan rozi bo'ladi. Uningga o'qigin, o'rligin deyiladi va har bir oyatning barobarida bir yaxshilik ziyoda qilindi. 11. Yaxshi ish qilguvchilar. Acizlarni yo'qlab turish, fikrlarga shafqat qilish, zulmga uchrag'uvchiga yordam berish, mahrum bo'lgan kishiga sil-rahim qilish, qiyinchilikda qolg'uvchining qiyinchiligini hal qilib berish va g'am-qayg'uda qolg'uvchining g'am-qayg'usini yengillatish orqali yuz obro'yi, meli va ilmi bilan boshqalarga manfaat yetkazadigan kishilardan Alloh qiyomat kunining qiyinchiliklarini yengillatib beradi va osonlik beradi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam deganki, kimki bir mu'mindan dunyoda qiyinchiliklardan bir qiyinchilikni ko'tarib etsa, Alloh uningdan qiyomat kunining qiyinchiliklaridan bir qiyinchilikni ko'tarib etadi. Kimki qiyinchilikqa uchrag'uvchining qiyinchiligini osonlashtirib bersa, Alloh uningga dunyo va oxiratda osonlik beradi. Kimki bir musulmonning aybini yapsa, Allohmi dunyo va oxiratda uning aybini yapadi. Kimki o'z qarindoshiga yar yo'lak bo'ladi ekan, Allohmi uningga yar yo'lak bo'ladi. 12. Ojizlarga yordam qilguvchilar.
Allah insonlarni xilma-xil martabalarda qildi va ularning ba'zisini ba'zisidan bir qancha daraja ustun qildi. Ba'zi vaqtlarda bir qism kuchliklar ojizlarga hukmronlik qilib, ularning mollarini elib olish, ularga aziyat yetkazish va haq huquqlarini dafsanda qilish bilan zulm qiladi. Lekin yana ba'zida kuchliklarning ichida taqvodor mu'minlarmi bor bo'lib, ular ojizlarga yordam beradi va ularning haq huquqlarini qo'g'daydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam undaq kishilarga bishorat berib, kimki qarindishiga g'oyibona yordam bersa, Alloh uninga dunyo va oxiratda yordam berdi degan. Oxirgi so'z. Yuqorida deyilganlar ashu kundagi iymonliq va taqvodor kishilarning bir qism ahvollaridir. U shundoq bir kunki, u kunda Allohga sog'lom qalb bilan kelgan kishidan boshqa har qanday bir insonga mol, yuz obro'y va bola chaqa asqatmaydi. Sog'lom qalbliklar Allohga sherik keltirishdan va boshqalarga saxtipazlik qilish va hasad qilishdan sog'lom bo'lgan, qalbi iymon, rostchillik va taqvoliq bilan to'lgan kishilardir. Sajiya Islom tadqiqot markazi